Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlarim va Turkiyadagi barliq siyosilar, Turkiya xalqi. Men bugun bir adam uchun so'zlamoqchi. U bo'lsa bizning bir qahramonimiz. Xitoyning zulmini yillar turmusda yetib, bütün a'zoyi zaxmlangan, putlari sungan, oqsab ketgan, hatto mağanmıgan, doktorxanadan chiqanmagan, iç a'zoyi jigarlardan tortib o'pkalarigacha zaxmlangan Xitoyning qayta bostirishi, urushlari, qiynash azoblarini 10 yillab beshidan kechirgan, necha qitim turmalarda yotgan bir qarindoshimiz Abdullah Qarajim uchun 4 og'iz gapirmoqchiman. Abdullah Qarajim vakilimizning ichida Xitoydan qo'rqib qochib, pasportsiz, makonsiz sargantarchilikni 10 yillab topdi. Bir daqiqa to'xtab qilmay, o'zining xalqining azob oqibatlarini o'zining notiq nutqi bilan, go'zal ovozi bilan bütün dunyoga so'zladi. Xalqni uyg'otishda va xalqqa yordam qilishda, tuqqanlarining va o'zining qarindoshlarining xalqining ovozini dunyoga yetkazishda nihoyat cho'ng rol o'ynadi. Rol o'ynab kelayotgan bir qarindoshimiz. Abdullah Qarajim hech qachon, hech qanday qalaymiqan ishlarga qatnashgan adam emas. Biz bununla bütün dünyadaki Uygurlar ve Türkiye'deki Uygurlar kepil bo'la olamiz. Anlasam, yakında Abdullah Qarajimni turmaga qo'lga etdi. Biz Türkiye hükümetinden şunu sorayımız ki, 1-2 gün, 3 gün ya 5 gün, 10 gün bazılar bundaq bir hata bir inkaslar bo'lgan bo'lsa, Xitoy hata inkaslarni Abduqodir Yapjanga töhmet chaplagan deb chaplab, manga qarshi chiqdi u bu degan bo'lsa, akirib qo'ygan bo'lsa, chiqirib o'tdi deb o'ylab, hozirgacha biz kutib turdik. Lekin bugungacha Abdullah Qarajim qo'yib o'tilmadi. Xitoyning Xitoy albatta bizga qora chaplaydi. Çünkü biz Xitoy hükümetinin cinayetini dünyaya tanıştırıvatımız. Biz Xitoy hükümetiga qarshi chiqyapmiz. Çünkü bizning xalqimizni o'ltirding, o'ltirvatsan devatimiz. Herkes Xitoy hükümetini vaqtmaymiz. Uni tillaganlik, uningga qarshi chiqqanlik meningcha chet elning har qanday davlatida bo'laydi, u bir jinoyat hisoblanmaydi. U xatolik hisoblanmaydi. Anlashimga qaraganda Ko'chmanlar idorasining turmusiga olib qo'yibdi. Men ishiniman Türkiye hükümeti yakında Abdullah Qarajimni qo'yib o'tdi. Ve men ishiniman Türkiye'deki advokatlar, Türkiye'deki Uyghur siyasi teşkilatlar elbette Abdullah Qarajimning yo'lini menib Abdullah Qarajimni qutuldurdi. Men mush murojaatimni Türkiye'de turayotgan barliq teşkilatlarga deyman ve advokatlarni tutup Abdullah Qarajim meselesini pat fursat yaqin soatda hal qilishinglarni umid qilaman. Rahmat.